Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men pensiya olayotgan ota-onalarimiz, buyu bobolarimiz va ularning farzandlari uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. 1 iyulgacha pensionerlarga tegishli bo'lgan ayrim to'lovlar, qo'shimcha pullar, qayta hisob-kitoblar va ro'yxat asosida berilishi kerak bo'lgan summalar masalasi. Bu ma'lumotni e'tiborsiz qoldirmang. Chunki ko'p odamlar o'ziga tegishli pulni vaqtida talab qilmagani uchun oylar davomida kutib qoladi yoki umuman bilmay yuradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing, chunki men sizga oddiy, tushunarli tilda kim tekshirish kerak, kim xavotir olmasligi kerak, qayerga murojaat qilish kerak va qanday hujjatlar kerak bo'lishini birma-bir aytib beraman. Men ko'p yillik tajribamdan bilaman. Pensionerlar orasida eng katta muammo pul berilmasligida emas, balki odam o'z huquqini aniq bilmasligida. Kimdir pensiyasi oshganini eshitadi, lekin o'z hisobiga oshgan pul tushmagan bo'ladi. Kimdir qo'shimcha nafaqa yoki kompensatsiya borligini biladi, lekin ro'yxatga kiritilmagan bo'ladi. Yana kimdir bank kartasiga pul tushmaganini ko'rib, demak menga tegishli emas ekan deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim holatlarda xatolik hujjatda, yashash manzilida, bank rekvizitida yoki ma'lumotlar bazasidagi eski yozuvda bo'lishi mumkin. Oldin bunday masalalarda ko'proq qog'oz hujjatlarga tayanilar edi. Pensioner qaysidir idoraga borib, ariza yozar, ma'lumotnoma olib kelar, keyin yana kutar edi. Ma'lumot bir joydan ikkinchi joyga sekin o'tardi. Masalan, odamning nogironlik guruhi o'zgargan bo'lsa, ish staji bo'yicha qo'shimcha hujjat topilgan bo'lsa, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha holat aniqlangan bo'lsa, bu ma'lumot pensiya to'loviga darhol ta'sir qilmasdi. Natijada qayta hisob-kitob kechikardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Yangi ro'yxat deganda ham ko'pincha shuni tushunish kerak. Pensiya qo'shimcha to'lov, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordam olish huquqi bo'lgan shaxslar qayta solishtiriladi. Ro'yxat yangilanadi. Kimga qancha to'lanishi kerakligi aniqlanadi. 1 iyulgacha degan muddat esa juda muhim. Chunki ayrim to'lovlar yarim yillik yakun, qayta hisoblash davri yoki yangi tartib kuchga kirish sanasi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har bir pensionerga, ayniqsa farzandlarga, ota-onasining pensiya holatini tekshirib qo'yishni tavsiya qilaman. Birinchi navbatda shuni tushunib olaylik, hamma pensionerga bir xil summa beriladi degan gap to'g'ri emas. Odamlar ko'pincha falonchi 400 ming so'm olibdi, demak menga ham berilishi kerak deb o'ylaydi. Lekin pensiya va qo'shimcha to'lovlar bir nechta omilga qarab belgilanadi. Masalan, pensiya turi, ish staji, avvalgi ish haqi, nogironlik holati, yosh yolg'iz yashashi, qaramog'ida bo'lgan shaxslar, urush yoki mehnat faxriysi maqomi, doimiy parvarishga muhtojlik, hududiy ijtimoiy dasturlar va boshqa omillar hisobga olinadi. Men buni oddiy misolda tushuntiraman. Birinchi holat. Oltin taqi yoshli pensioner ayol 3 yil ishlagan, hozir oddiy yoshga doir pensiya oladi. Uning hujjatlari to'liq, bank kartasi faol, yashash manzili bazada to'g'ri ko'rsatilgan. Agar unga indeksatsiya yoki qayta hisob-kitob bo'yicha qo'shimcha summa tegishli bo'lsa, odatda pul avtomatik tushishi mumkin. Bunday odam har safar idoraga yugurishi shart emas, lekin bankdan ko'chirma olib, oxirgi tushumlarni tekshirishi kerak. Ikkinchi holat. 72 yoshli erkak kishi pensiyaga chiqqanidan keyin ham bir necha yil ishlagan, lekin bu ish davri pensiya qayta hisobida inobatga olinmagan. Mana bunday odam albatta tekshirishi kerak. Chunki qo'shimcha ish staji yoki sug'urta badallari hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya miqdori kamroq chiqib turgan bo'lishi mumkin. U 1 iyulgacha tegishli bo'lgan ro'yxat va qayta hisoblash jarayonida o'z ma'lumotlarini aniqlashtirsa, keyingi oylar uchun pensiyasi yuqoriroq bo'lishi yoki o'tgan davr uchun farq summasi to'lanishi mumkin. 3-holat. Nogironligi bo'lgan pensioner. Bunday insonlarda to'lovlar nafaqat yoshga doir pensiya, balki nogironlik guruhi, parvarish ehtiyoji, dori-darmon, ijtimoiy xizmat yoki boshqa qo'shimcha kafolatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, odamning nogironlik guruhi ikkinchi guruhdan birinchi guruhga o'zgargan bo'lsa, lekin pensiya organiga ma'lumot yangilanmagan bo'lsa, unga eski tartibda pul tushishda davom etishi mumkin. Bu esa har oyda sezilarli farq beradi. Shu sababli men nogironligi bo'lgan pensionerlarga yoki ularning yaqinlariga tibbiy xulosa, nogironlik ma'lumotnomasi va pensiya hujjatlarini tekshirishni maslahat beraman. 4-holat. Yolg'iz yashaydigan keksalar.
ular ko'pincha o'z huquqlarini talab qilishga qiynaladi. Ba'zilarining telefoni yo'q, bank kartasidan foydalanmaydi. Mahalla xodimi aytmasa, yangilikdan bexabar qoladi. Agar pensioner yolg'iz yashasa, joy kommunal to'lovlari, parvarish, ijtimoiy yordam yoki mahalla orqali beriladigan qo'shimcha ko'mak bo'yicha ro'yxatga kiritilishi mumkin. Lekin bu har doim avtomatik bo'lmaydi. Mahalladagi temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftari kabi tizimlar boshqa, pensionerlar bo'yicha ijtimoiy ro'yxatlar boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun farzandlar ota-onasining holatini mahalla bilan birga aniqlab olishi kerak. Endi shu summalar deganda nimalar nazarda tutilishi mumkinligini tushuntiraman. Bu bir martalik moddiy yordam bo'lishi mumkin. Bu pensiyaning oshirilgan qismi bo'lishi mumkin. Bu oldingi oylar uchun qayta hisoblangan farq bo'lishi mumkin. Bu kompensatsiya bo'lishi mumkin. Bu ijtimoiy nafaqa yoki qo'shimcha ustama bo'lishi mumkin. Eng muhimi, har bir to'lovning o'z manbasi va o'z tartibi bor. Masalan, pensiya miqdori pensiya jamg'armasi orqali belgilanadi. Mahalliy yordam esa mahalla va hokimlik tizimi orqali ko'rib chiqilishi mumkin. Bank faqat pulni yetkazuvchi tashkilot bo'lishi mumkin. U sizga huquq bor yo'qligini hal qilmaydi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 70 ming yoshli pensioni oyiga 1 million 200 ming so'm pensiya olyapti deb olaylik. U eshitdi, pensionerlarga qo'shimcha pul berilar ekan. U bankomatga boradi, lekin yangi pul ko'rmaydi. Bu yerda birinchi xato darhol menga bermadi deb xulosa qilish. To'g'ri yo'l qanday? Avval oxirgi 3 oylik tushumlarni tekshirish kerak. Ba'zan oshgan summa alohida emas. Umumiy pensiya ichiga qo'shib yuboriladi. Oldin 20 million 240 ming bo'lgan bo'lsa, keyin 20 million 390 ming bo'lgan bo'lishi mumkin. Odam esa alohida 80 ming so'm tushishini kutadi. Natijada pulni ko'rmaydi. Lekin aslida to'lov amalga oshgan bo'ladi. Yana bir misol. Farg'onada 36 yoshli ayolning turmush o'rtog'i vafot etgan. U o'z pensiyasini oladi, lekin boquvchisini yo'qotganlik bilan bog'liq ayrim huquqlari bor yo'qligini bilmaydi. Bu masala har doim ham avtomatik hal bo'lmaydi. Agar hujjat topshirilmagan bo'lsa, tegishli guvohnoma va ariza berilmagan bo'lsa, organlar buni o'zidan o'zi hisoblab bermasligi mumkin. Shuning uchun men bunday vaziyatdagi ayollarga nikoh guvohnomasi turmush o'rtog'ining vafot etganligi haqidagi guvohnoma, o'z pasporti va pensiya daftarchasi yoki karta ma'lumotlari bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilishni aytaman. Yana bir misol. Samarqandda 75 yoshli boboning bank kartasi muddati tugagan. Pensiya hisoblanmoqda. Lekin karta faol emasligi sababli pulni yechib ola olmayapti. Oila a'zolari esa pensiya tushmabdi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya hisobida emas, bank instrumentida. Bunday holatda bankka borib kartani yangilash. Keyin hisobdagi qoldiq va tushumlarni tekshirish kerak. Agar bank pul kelmagan desa, shundan keyin pensiya jamg'armasidan to'lov topshiriqlari bo'yicha ma'lumot so'rash kerak. Yana bir muhim misol. Pensiyari boshqa tumanga ko'chib o'tgan, lekin doimiy yashash manzili yangilanmagan. Bu holatda ayrim ijtimoiy ro'yxatlarga kiritish kechikishi mumkin. Chunki mahalla bu odam bizning hududda yashamaydi deb ko'rsatadi. Boshqa mahalla esa hali bizning ro'yxatda yo'q deydi. Natijada odam ikki idora orasida qoladi. Shuning uchun 1 iyulgacha bo'lgan ro'yxatlar shakllanayotganda yashash manzili, telefon raqami, bank rekviziti va oilaviy holat albatta to'g'rilangan bo'lishi kerak. Men birinchi navbatda pensiyasi oxirgi oylarda o'zgarmagan. Lekin qonuniy oshirish yoki qayta hisoblash kutilayotgan pensionerlarga tekshirishni tavsiya qilaman. Agar atrofdagilarning pensiyasi oshib, sizniki o'zgarmagan bo'lsa, bunga sabab bo'lishi mumkin. Sabab har doim adolatsizlik emas, ba'zan hujjat yetishmasligi yoki ma'lumot bazasidagi farq bo'ladi. Ikkinchi guruh ishlagan yillari to'liq hisoblanmagan pensionerlar. Masalan, odam zavodda, kolxozda, maktabda, tibbiyot muassasasida yoki qurilishda ishlagan, lekin arxiv hujjati topilmagani uchun o'sha yillar pensiyaga qo'shilmagan. Keyinchalik arxivdan ma'lumot chiqsa, qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Bunday insonlar men allaqachon pensiyadaman, endi kech deb o'ylamasin. Hujjat topilsa, qayta ko'rib chiqish imkoniyati bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh nogironlik guruhi parvarish holati yoki tibbiy xulosasi o'zgarganlar. Agar sog'lig'i yomonlashgan bo'lsa, lekin to'lovlar avvalgidek qolgan bo'lsa, bu alohida tekshirilishi kerak. Ayniqsa birinchi guruh nogironligi bo'lgan doimiy yordamga muhtoj. Yotib qolgan pensionerlar bo'yicha oilasi juda e'tiborli bo'lishi zarur. 4-guruh
yolg'iz pensionerlar va kam ta'minlangan oilada yashaydigan keksalar. Bunday odamlarga mahalla orqali alohida yordam ajratilishi mumkin. Lekin buni olish uchun holat rasman ko'rilishi kerak. Hamma biladi-ku, men qiynalyapman degan gap yetarli emas. Ariza, dalolatnoma, daromad holati va yashash sharoiti o'rganilishi kerak. 5-guruh. Pulini naqd oladigan yoki bank kartasidan foydalana olmaydigan pensionerlar. Ular ko'pincha tushum tafsilotini ko'rmaydi. Pul olib kelgan xodim qancha berdi, qaysi oy uchun berdi, qo'shimcha bormi, ushlanma bormi? Hammasini yozib borish kerak. Men har bir pensionerga oddiy daftar tutishni maslahat beraman. Sana olingan summa kimdan olindi, qaysi oy uchun izoh. Bu juda sodda, lekin keyin nizoli vaziyatda katta yordam beradi. Agar sizning pensiyangiz har oy vaqtida tushayotgan bo'lsa, oxirgi oshirishlar hisobga olingan bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, yashash manzilingiz to'g'ri bo'lsa, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, siz vahima qilishingiz shart emas. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Chunki tekshirish degan darhol idoraga yugurish emas. Mobil bankdan ko'rish, bankdan ko'chirma olish, pensiya jamg'armasiga telefon qilish yoki yaqin davlat xizmatlari markazidan maslahat olish mumkin. Agar sizga hamma pensionerga falon summa beriladi deb aytsa, men bunday gapga ehtiyotkorlik bilan qarashni maslahat beraman. Chunki rasmiy tartib bo'lmasa, bunday umumiy va'dalar ko'pincha mish-mish bo'lib chiqadi. Har doim savol bering. Qaysi qaror asosida, qaysi toifadagi pensionerlarga, qaysi muddatda, qaysi manba orqali? Ariza kerakmi yoki avtomatikmi? Mana shu savollarga aniq javob bo'lmasa, demak hali tekshirish kerak. Eng ko'p uchraydigan xato bankka borib, menga qo'shimcha pul tushmadi deyish va shu bilan to'xtab qolish. Bank pensiyani belgilamaydi. Bank faqat kelgan mablag'ni hisobga tushiradi yoki naqd beradi. Agar pul umuman ajratilmagan bo'lsa, bank buni hal qila olmaydi. Shuning uchun bankdan faqat ko'chirma. Karta holati va tushum bor yo'qligini tekshiring. Huquq va hisob-kitob masalasini esa pensiya jamg'armasi yoki tegishli ijtimoiy organlardan so'rang. Ikkinchi xato og'zaki javob bilan kifoyalanish. Kimdir sizga tegishli emas deb aytishi mumkin. Lekin men har doim yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Yozma murojaatda sizning arizangiz ro'yxatga olinadi. Javob muddati bo'ladi. Keyin kerak bo'lsa yuqori tashkilotga shikoyat qilish imkoniyati paydo bo'ladi. Og'zaki gap esa ertaga isbot bo'lmaydi. 3-nozik jihat proksi yoki ishonchnoma. Ayrim pensionerlar yura olmaydi. Kasal uzoqda yashaydi. Farzandi yoki qarindoshi uning nomidan murojaat qilmoqchi bo'ladi. Bunday holatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat va ayrim vaziyatlarda notarial ishonchnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar pensionerning o'zi bora olsa, eng yaxshi yo'l o'zi borishi. Agar bora olmasa, oldindan telefon qilib qaysi hujjat kerakligini aniqlab oling. 4-nozik jihat ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zan tizim xatosi bilan odamga ortiqcha pul tushib qolishi ham mumkin. Odam buni davlat berdi deb sarflab yuboradi. Keyin esa ortiqcha to'lov qaytarilishi so'raladi. Shuning uchun agar odatdagidan juda katta summa tushsa, masalan har oy 20 million 400 ming oladigan odamga birdan 4 million tushsa, darhol sababini aniqlash kerak. Bu qayta hisoblangan farq bo'lishi ham mumkin, xato ham bo'lishi mumkin. Aniqlamasdan sarflash xavfli. 5-nozik jihat firibgarlik. Pensiya qo'shimcha puli chiqdi, kartangiz raqamini ayting. Kod keldi, aytsangiz pul tushiramiz. Ro'yxatga kiritish uchun oldindan to'lov qiling degan gaplarga ishonmang. Hech bir rasmiy tashkilot sizdan SMS kodini so'ramaydi. Hech kim sizni ro'yxatga kiritish uchun karta paroli yoki kodini talab qilmaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol telefonni qo'ying va yaqinlaringizga ayting. Endi eng muhim qismiga o'tamiz. Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, oxirgi 3 yoki 6 oylik pensiya tushumlarini tekshiring. Agar bank kartangiz bo'lsa, mobil ilovadan ko'ring yoki bank filialidan ko'chirma oling. Agar naqd olsangiz, oxirgi olgan summalaringizni yozib chiqing. Oldingi oy bilan keyingi oy orasida farq bormi? Oshganmi, kamayganmi, alohida qo'shimcha tushganmi? Shuni aniqlang. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjat, bank karta rekvizitlari, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar. Turmush o'rtog'i vafoti bilan bog'liq guvohnoma, yashash manzili bo'yicha ma'lumot, telefon raqami, bularning hammasi vaziyatga qarab kerak bo'lishi mumkin.
hamma hujjatni bitta papkaga solib qo'ying. Bu oddiy ishdek ko'rinadi. Lekin idoraga borganingizda vaqtni juda tejaydi. 3-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda menga pul bering deb emas, aniq yozing. Mening pensiyam bo'yicha 1 iyulgacha shakllantirilayotgan ro'yxatlarda qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob yoki kompensatsiya mavjudligini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar ish staji bo'yicha shubhangiz bo'lsa, mehnat stajim to'liq hisobga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, nogironlik guruhim va unga bog'liq ustamalar to'g'ri hisoblanganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozing. 4-qadam, mahallaga murojaat qiling. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, kam ta'minlangan, kommunal to'lovlarga qiynalayotgan, dori-darmon xarajati katta bo'lgan pensionerlar mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashsin. Meni ijtimoiy yordam ro'yxatlarida ko'rib chiqishingizni so'rayman deb ariza yozish mumkin. Yashash sharoiti o'rganilsa, dalolatnoma tuzilsa, keyingi yordamlar uchun asos paydo bo'ladi. 5-qadam, yozma javob oling. Murojaat qilganingizdan keyin arizangiz ro'yxatga olinganini tasdiqlovchi raqam yoki belgi bo'lishi kerak. Agar sizga keyin keling deyishsa, qachon kelish kerakligini, kimga murojaat qilish kerakligini yozib oling. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga yoki tegishli qabulxonaga murojaat qilish mumkin. Lekin buning uchun birinchi murojaatingiz ishsiz qolmasligi kerak. 6-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p keksalar huquqiy tilni tushunmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Telefon orqali tushuntira olmaydi. Farzand sifatida siz ularga hujjatlarni yig'ib berishingiz, bank ko'chirmasini chiqarishingiz, ariza matnini yozishingiz, kerak bo'lsa birga bo'lishingiz mumkin. Bu faqat pul masalasi emas, bu ota-onaning haqqini himoya qilish masalasi. Arizada ism, familiya, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami aniq bo'lsin. Keyin muammo qisqa va tushunarli yozilsin. Masalan, men yoshga doir pensiya olaman. Oxirgi oylarda pensionerlarga tegishli qo'shimcha to'lovlar va qayta hisob-kitoblar bo'yicha ma'lumotlar tarqaldi. Mening pensiya hujjatlarim, ish stajim, bank rekvizitlarim va qo'shimcha to'lov olish huquqimni tekshirib berishingizni so'rayman. Agar aniq summa bo'yicha savol bo'lsa, menga qaysi oylar uchun qanday summa hisoblanganini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman deb yozing. Men arizada janjalli, ayblovchi gaplarni yozmaslikni maslahat beraman. Sizlar pulimni bermayapsizlar deyish o'rniga hisob-kitobni tekshirib berishingizni so'rayman deyish ancha samarali. Chunki maqsad nizolashish emas, natija olish. Agar haqiqatdan xatolik bo'lsa, yozma tekshiruv natijasida buni ko'rsatish osonroq bo'ladi. Yana bir maslahat. Hujjat topshirganda nusxasini o'zingizda qoldiring. Arizaning suratini telefonga olib qo'ying. Bank ko'chirmasini saqlang. Tibbiy ma'lumotnomani yo'qotmang. Arxiv hujjatlari topilsa, asl nusxani ehtiyot qiling. Faqat zarur bo'lsa nusxa topshiring. Chunki pensiya masalasida bitta hujjat bir necha 100 ming so'mlik farqni hal qilishi mumkin. 1 iyulgacha eng kamida 3 ta ishni bajarish kerak deb hisoblayman. Birinchisi, pul tushumlarini tekshirish. Ikkinchisi, hujjatlarda xato bor yo'qligini aniqlash. Uchinchisi, agar shubha bo'lsa, yozma murojaat qilish. Bu ishlarni kechiktirmang. Chunki ro'yxat shakllanib bo'lgandan keyin ham murojaat qilish mumkin bo'lishi ehtimol. Lekin pulni vaqtida olish, qayta hisob-kitobni tezlashtirish va xatoni erta tuzatish uchun muddatni o'tkazmaslik kerak. Agar pensioner qishloqda yashasa, tuman markaziga borish qiyin bo'lsa, avval mahalla orqali maslahat oling. Ba'zi hududlarda sayyor qabullar bo'ladi. Davlat xizmatlari markazi orqali ayrim ma'lumotlarni olish mumkin. Telefon orqali oldindan so'rab bekorga borib kelmaslik ham muhim. Chunki keksa odam uchun yo'l, navbat, issiq yoki sovuq havoda yurish oson emas. Agar siz hozir bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz va uyda pensioner ota-onangiz bo'lsa, bugunoq ulardan 3 ta narsani so'rang. Har oy qancha pensiya olyapsiz? Oxirgi oyda summa o'zgardimi? Hujjatlaringiz qayerda turibdi? Ko'pincha farzandlar ota-onasining pensiyasi qancha ekanini ham bilmaydi. Keyin muammo chiqqanda hammasini boshdan qidirishga to'g'ri keladi. Oldindan tartibga solib qo'yish eng to'g'ri yo'l. Hurmatli yurtdoshlar, 1 iyulgacha pensionerlar bo'yicha yangi ro'yxatlar, qayta hisob-kitoblar yoki qo'shimcha to'lovlar masalasida eng muhim narsa shuki, har bir inson o'z holatini tekshirishi kerak. Hamma uchun summa bir xil bo'lmasligi mumkin.
Lekin kimga tegishli bo'lsa, o'sha pul vaqtida va to'g'ri berilishi kerak. Buning uchun bank tushumini tekshiring, hujjatlarni tayyorlang, pensiya jamg'armasiga yoki mahallaga yozma murojaat qiling. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Men sizga masalani oddiy tilda tushuntirishga harakat qildim. Endi siz ham izohlarda yozing. Sizning hududingizda pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar, qayta hisob kitoblar yoki ro'yxat bo'yicha qanday xabarlar bor? Pensiyangiz vaqtida tushyaptimi? Summa o'zgardimi, muammo bo'ldimi? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi pensioner bo'lgan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugun tekshirilgan bitta hujjat ertaga pensionerning haqqi joyiga tushishiga sabab bo'lishi mumkin.